Güllenge, To'rtko'lga, Beruniga borib yurish shart emas. Borib ko'rib, baholarni ko'rib, solishtirib kelib turib, o'sha Gullanda 240 ming so'm ekan. Menga 220 ming so'mdan berasanmi deb so'rasizlar, men 210 ming so'mdan beraman. Aytgan bahasından 30 ming so'm arzon beraman. Ko'rib kelganlarni oqshom o'zlarimizga yalatdaqlar keldi dedi. Ustamaga yanam keldi, Urganchga da bordi, Gullanga da bordi. Endi To'rtko'lga o'tjaq edim Sardor dedi. Urganchda 260 dan qaytibman dedi. 6 metrlik qurib turgan terakdi. 240 ming so'mdan berib 20 ming so'm arzon berdim. 28 dan ham 30 dan ham shunday o'zi oldi da. Ondan elde mana Narimonovdan keldilar, Urganchdan ko'rib keldik 280 ming so'm ekan 5 metrlik dedi. 240 ming so'mdan berib. Ne için? Bana sel özüme arzan kelip turibdi. Bana 10 ming so'm, 15 ming so'm pul qasab oldu, tamam. Gullanga borib, To'rtko'lga borib, vesh ko'tarib, shuncha yo'lga rasxod etib, mashin puli berib, boshqa etib yurmasin, xalq qiynalib yurmasin deyman u. Shunga kelsin, ko'rsin, haqiqatdan borib, baholarni bilib turib, daftarga yozib, metrda o'lchab kelib turib, menga aytaversin. Ko'rib kelgan bahasında 20 ming so'm, 30 ming so'm arzon, hem uyini olib borib beraman, dastlabkazam bor ichida. Bepul ha? Bepul. Yana o'zim mashinim bor. Yana zo'r gap. Haqiqatdan gapime javob. Xohlagan yeringizga borib solishtirib ko'ring. Solishtirib borasizlarmi, Gullanga borasizlarmi, Urganchga borasizlarmi, farqi yo'q. Nega borib solishtirsangiz ham shu yerda arzon yeri bo'ladi. Solishtirib 100% solishtirib, qo'lingizga metr olib o'lchab, bu yog'ini o'lchab, ana shunday etib kelaveringlar, daftarga yozib chizib. Shuni beraman, shu yoqda beraman degan bahasında 20-30 ming so'm arzon beraman donasini, gapime javob. Taxta yog'och bozasına keldim, hurmatli obunachilar. Yangi bozor Persiz Halqobodda hozir vaqtda toza teraklarimiz keldi. Hozir shular haqida ma'lumot berib tushuntirib o'tamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qalaysan? Toza tovarlar keldimi? Ha. 2 fura ketdi. Endi avval 2 fura aldırdık da endi bahasini arzonlatib tashladik. Teraklar 4 metrliklarga 100 ming so'm, 80 ming so'mdan berib turibmiz bundayni. Neden kelib turibdi? Nega? Bular Namanganda vodiyni vejlar. So'ng bunday qamışlar ham ekib turibdilar bunday. Buni kvadrati 10 ming so'm, bunda g'ishshalar va to'qilgan g'ishshalar. Kelsak bunday bu yoqda teraklar ko'rsangiz ham bo'ladi. Unda yana bir fura ketdi. Hozir ham tushirib tashladi bog'lar. Lekin xodalar bor, xoda ochilib turgan, ko'na toza xoda 5 ming so'm, 10 ming so'm xodalar. 8 ming so'm. Bunda yana bir metrlik bular. Bular 6 metrlik bular yana. 6 metrlikdim chiroyli vejga keldi bunda. Bular ham toza keldi. Ha, bular ham toza keldi. Strafilga eshitsa bo'ladi, pol, dinama, shifr, nima. Navet chertak, bertak, hava shunday eshitsa. Shular 80 ming so'mdan bahasi. 80 ming so'm, 6 metr bo'yi. Bu yoqdalar 5 metr, bular 4 metrligi. Bular ham 80 ming so'm. Bular iriligine qaraganda, sal iriroq. Shunday o'tib kelsandan keyin hamda buzilgan vejda kerak deydigan odamlar bo'lsa, bularga da bor vejlar. Bular ham az tushib turgan vejlar. Bu yoqdan so'ng bunday qalin qadimgi taxtalar kerak desa, bunday mana bu narsalar ham birga kerak bo'ladi-da. Ha, bunday charxovikka ishlatadilar, mana toza vejdan boshqa farqi yo'q. Ishlangan vejda. Poltina ishlatsangiz bo'ladi. Charxovikka qo'yib turibdilar, shu vejlarni 50 ming so'm, 60 ming so'm, 3 metrlik vejlarda. Bunda yana pol taxtalar, yana pol taxta, polda qo'polib olingan taxtalar. Dambrilla ketadi-da. Ama şimdi dacha pocha delashpon, bu salonda ishlataveradilar-da. Ana shunday narsalarga. Lekin o teraklarni baholarni yana arzonlatdik. Optim ekib sotaman deganlar bo'lsa ham, telefon ursangiz, furasi bilan oldirib beramiz, furasi bilan. Bir xohlasangiz shu yerdan kelib ekitib, yana boshqa yerda sotsangiz ham bo'ladi. Optim narxda, chunki bu yerda kelishgan narxda beradi. Shu og'amiz odamlar kelib olib ham turibdi, biladilar. Xohlasangiz o'zingiz ham kelib xarid qilib ko'ringlar. Skidga narxda arzon etib kelishtirib beradilar. Assortiment ko'p, no kerak bo'lsa shu yerda hamma narsa bo'ladi. Ha, qaysi razmerda vej kerak bo'ladi bo'lsa 5 metrlik, 6 metrlik vejda 6 metrliklarni 220 ming so'm, 240 ming so'mdan berib turibmiz. 280 ming so'mdan sotib turdik. Yani baholarni arzonlatib tashladik hammasini. Og'an odamlar aytib turibdi, farqi bor ekan yoq bilan deb turibdilar. Ha, sen kelib ketasan o'zingdan 3 kun, 4 kun odam to'xtamaydi. Haqiqatdan podpischiking ko'p ekan, shuning uchun sen chaqiraman, reklama etaman, ertangisi biroz savdo etib tashlaymiz 4-5 kungacha-da. Zo'r bo'ladi savdo. Arzon, zo'r etib qo'yibsiz-da. Ha, baholarni arzonlashtirib beramiz. Asl xullas tek olaman deb rost ko'ngillab keladigan odam bo'lsa, puli bo'lsin, bo'lmasin shu vaqt qo'shib ketsa bo'ldi-ki. Da'vat etib. Yangi bozor Halqobodda bo'ladi bu, Persizda. Yo'ldosh ota to'yxonasina 70, Shovotni bo'yinda, Shovot kanalida. Kanalda bo'yinda bo'ladi ekan. Nim tushunmasangiz telefon nomerini video ostida qoldiraman, bog'lanib bemalol gaplashib kelsangiz bo'ladi. Skidga narxda beradi. Aynan shu men nomimdan kelsangiz yana ham arzonroq etib beradi. To'g'ri. Joningiz ham bo'lsin, kelaverasizlar taxta yog'och kerak bo'lsa. Yaxshi, sog'lom bo'ling.